2 3 ketdi. 6000 so'mdan bo'lib ketdi, okalar. 6000 so'mdan bo'lib ketdi. Men bu ko'ryapsizlar, Fanta apelsini bo'ladi. Bularni 1 kilosi 6000 so'mdan bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham yirik bo'ladi, okalar. Mana suvni ko'ryapsizlarmi? Juda ham suvli. 1 kilosini 6000 so'mdan xarid qilasizlar. Bugungi sanamiz 4-fevral bo'ladi. 4-mi, 5-mi xullas. Hop, imbirlarini 1 kilosini tekinga xarid qilasizlar. Tekinga okalar. Tekinga 1 kilosini beramiz. Imbirni ko'ryapsizlarmi? Xudo xolasa, Pamellarni bir donasini 15000 so'mdan qilib beramiz. 15000 so'mdan. Menimcha bunaqasi hech qayerda yo'q okalar. 15000 so'mdan bu Xudo xolasa 60000 so'mdan mangoli korobkasi, 60000 so'mdan Korolevskiy, Filippin, Kosta-Rika, ananas 40000 so'm bir donasi. Okalar, 100000 so'mdan mangoni korobkasi, 100000 so'mdan Xudo xolasa faqatgina Ilonli ota masjidini ro'parasida bo'ladi okalar. Imbirli teki, Fanta apelsini cheklangan. Bugun faqat bugun 4mi 5mi bilmayman. 4mi, xullas 4-fevral kuni bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi okalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Assalom.